Do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarni portlatayotgan mana bu videoga nisbatan o'zimning munosabatimni bildirmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqib olib, aslida mavjud bo'lmagan voqea va hodisalar, xususan yo'q uyning yonib ketganligi, yuz bermagan avtoavariyalar yoki mavjud bo'lmagan bedavo dardga chalinganligini ro'kach qilib, plastik karta raqamlarini ommaviy ravishda e'lon qilib, e'tibor bering do'stlar, ommaviy ravishda e'lon qilib, o'zgalarni aldab, ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini o'zlashtirish holatlariga nisbatan mamlakatimizda yuridik javobgarlik, xususan jinoiy javobgarlik belgilangan. Bu holatlar do'stlar, qonun tili bilan aytadigan bo'lsak, firibgarlik hisoblanadi. Jinoyat kodeksimizning 168-moddasiga muvofiq firibgarlik, ya'ni o'zgani aldab yoki ishonchiga kirgan holda ishonchni suiiste'mol qilib, uning mulkini yoki pul mablag'larini o'zlashtirish hisoblanadi. Do'stlar, Oliy sudning 2023-yil 23-iyundagi 17-sonli qarori ham bor. Aynan mana shu masala bo'yicha mana shu qarorda aytiladiki, firibgarlikda aldash deganda aybdor tomonidan bila turib haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni, aslida mavjud bo'lmagan ma'lumotlarni qasddan tarqatish va xabardor qilish orqali o'zgalarning pulini yoki mulkini o'zlashtirish hisoblanadi. Endi videodagi holat bo'yicha aytadigan bo'lsak, agar haqiqatdan ham singlimizni mana shu uyi mavjud bo'lib, yonib ketgan bo'lib va uni remonti uchun pul zarur holatda pul mablag'larini odamlardan so'rab, o'sha remont uchun ishlatiladigan holat bo'lsa, hech qanday jinoiy javobgarlik mavjud emas bu yerda. Agarda yo'q uy uchun, yo'q bo'lgan mana shu voqea va hodisa, aslida mavjud bo'lmagan voqea hodisa tufayli pul yig'ildi va u pul o'sha remont uchun ham ishlatilmadi, boshqa maqsad, xususan avtomobil sotib olish uchun yoki xorijga aylanib kelish uchun ishlatib olinadigan bo'lsa, bunday holatda jinoiy javobgarlik mavjud hisoblanadi. Firibgarlik jinoyati tahlil qilinayotganda unga tayinlanadigan jazo firibgarlik natijasida o'zlashtirilgan mablag'ning miqdoriga qaraladi. 168-moddaning birinchi qismi bo'yicha 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi kutadi firibgarni. Agar mas o'zlashtirilgan miqdor deylik, bazaviy hisoblash miqdori bugungi kunda 412 ming so'mni tashkil etadigan bo'lsa, ya'ni kim ancha miqdorda o'zlashtirib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni kim 412 ming so'mni 100 barobardan 300 barobargacha miqdorda o'zlashtiradigan bo'lsa, do'stlar, unda ozodlikdan mahrum etish jazosi 3 yildan 5 yilgacha tayinlanadi. Agarda o'zlashtirilgan mablag' deylik 123 million so'mdan ko'p, ya'ni kim 206 million so'mgacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 500 barobargacha bo'ladigan bo'lsa, unda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanadi. Bu ko'p miqdor hisoblanadi. Juda ko'p miqdor, ya'ni kim 206 ming so'mdan ko'proq mablag' agar o'zlashtirilgan bo'lsa, o'zgalarning ishonchiga kirib 1 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlanishi mumkin. Do'stlar, sodda bo'lmaylik. O'zbek xalqi azal-azaldan mehribonmiz, soddamiz, ishonuvchimiz. Atrofimizda kimdir qiynalgan bo'lsa, albatta unga yordam bergimiz keladi. Lekin bizning mana shu insoniy tuyg'ularimizdan o'zining razil, yomon niyatida foydalanadigan insonlar ham jamiyatimizda albatta topilyapti va afsuski ularning soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Shu sababli do'stlar, agar mablag'ingizni kimgadir yordam berish yoki ehson qilish nuqtai nazaridan ishlatishni istaydigan bo'lsangiz, haqiqiy mana shunga ehtiyojmandlarni topib boring. Aslida ehtiyojmandlarning juda ko'pchiligi ijtimoiy tarmoqlarga chiqib yordam so'ramaydi. Juda ko'pchiligining o'zini mana shu oriyati va uyati bor. Do'stlar, ushbu xabarni barcha tanishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'yasiz. Zero aldanib, firibgarlarning tuzog'iga tushishmasin.